Yurak sog'lig'i hayot kaliti. Men Shoimqulova Malohat Xadirovna, malakali kardiolog shifokoriman. Yuragingizni sog'lom saqlash uchun 5 ta oltin qoida. Buning uchun siz kamida kuniga 30 daqiqa yurish, to'g'ri ovqatlaning, ya'ni sabzavot va mevalar ko'proq iste'mol qiling. Qon bosimingizni nazorat qiling. Chekishni va spirtli ichimlikni cheklang. Yuragingizni seving va stressdan uzoqroq bo'ling. Yuragingiz haqida qayg'uring, biz sizning yoningizdamiz. Kasallik rivojlanib ketishidan oldin profilaktik ko'rikdan o'ting va bugun biz bilan bog'laning. Yurak sog'lig'i hayot kaliti. Men Shoimqulova Malohat Xadirovna, malakali kardiolog shifokoriman. Yuragingizni sog'lom saqlash uchun 5 ta oltin qoida. Buning uchun siz kamida kuniga 30 daqiqa yurish, to'g'ri ovqatlaning, ya'ni sabzavot va mevalar ko'proq iste'mol qiling. Qon bosimingizni nazorat qiling. Chekishni va spirtli ichimlikni cheklang. Yuragingizni seving va stressdan uzoqroq bo'ling. Yuragingiz haqida qayg'uring, biz sizning yoningizdamiz. Kasallik rivojlanib ketishidan oldin profilaktik ko'rikdan o'ting va bugun biz bilan bog'laning.